Joriy yilning 27-yanvar kuni davlat rahbari raisligida Toshkent shahrida xavfsiz muhitni shakllantirish hamda jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda Toshkent shahri va unga tutash Toshkent viloyati tumanlarida amalga oshiriladigan aniq vazifalar belgilab berildi. Mazkur topshiriqlar ijrosi doirasida Zangiota tumanida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda haydovchilar uchun qulay va xavfsiz muhit yaratish bo'yicha bir qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Xususan, avtomobil yo'llaridagi eskirgan yo'l belgilari va ustunlari yangilanib, yetishmayotgan yo'l belgilari o'rnatildi. Bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida maktablar oldiga zarur yo'l belgilari o'rnatilib, yo'l bo'yida joylashgan ta'lim muassasalari alohida nazoratga olindi. O'quvchilarning maktabga kelib ketish vaqtlarida xavfsizligini ta'minlash uchun yo'l patrul xizmati inspektorlari biriktirildi. Tumandagi 39 ta maktabdan 80 nafar ko'ngilli fuqaro yo'l posbonlari safiga jalb etilib, ularga maxsus jihozlar va nur qaytaruvchi nimchalar tarqatildi. Ular kun davomida bolalar xavfsizligini ta'minlashga hissa qo'shmoqda. Bundan tashqari, maktablarda tashkil etilgan yo'l harakati qoidalarini o'rgatish sinfxonalarida bolalarga amaliy mashg'ulotlar o'tkazilib, zarur ko'nikmalar berib kelinmoqda. Aholidan kelib tushayotgan murojaatlar ham doimiy o'rganilmoqda. Jumladan, yuk transport vositalari harakati oqibatida yo'llarning ifloslantirilishi bo'yicha kelib tushgan murojaat asosida joyiga chiqib o'rganish ishlari olib borildi va aniqlangan kamchiliklar yuzasidan tegishli choralar ko'rildi. Shuningdek, yo'l transport hodisalari tahlili hamda fuqarolar murojaatlari asosida nazorat reyd tadbirlari tashkil etilib, haydovchilik guvohnomasiz, hujjatlarsiz va mast holda transport boshqarish kabi qoidabuzarliklarni aniqlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2026-yil 3-fevral kuni Zangiota tumanida reyd tadbirlarimiz davomida Spark rusumli transport vositasi to'xtatilib, haydovchilik guvohnomasi tegishli hujjatlar tekshirilganda haydovchilik guvohnomasidan sud qarori bilan mahrum bo'lganligi hamda transport vositasini hozirgi kunda boshqarib yurganligi sababli transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yilib, haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ushbu Cobalt rusumli transport vositamiz haydovchisi hech qanday me'yoriy hujjatlarsiz transport vositasini boshqarganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga saqlash uchun olib kelindi. Bundan tashqari, ushbu Matiz rusumli transport vositamizdan xuddi shunday qoidabuzarlik sodir qilganligi uchun ushbu haydovchiga nisbatan ham ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Vaqtinchalik jarima maydoniga saqlash uchun olib kelindi. Ayni vaqtda, ya'ni jarima maydoniga Vaz 2107 rusumli transport vositasi kirganini ko'rdik. Bu qoidabuzarlik to'g'risida ma'lumot bering. Ushbu transport vositasi Zangiota tumanida to'xtatilganda haydovchimiz hali fuqarolik pasportini ham olmagan, chunki endigina 14 yoshni qarshi olgan, maktab o'quvchisiligi aniqlandi hamda haydovchini o'zi bilan suhbatlashganimizda dadamning xabarlari bor, o'zlari magazinga yumush bilan chiqargandi, o'shaning uchun chiqqandim deb javob berdi. Anaqa. Yoshingiz nechida? 14 yoshda, 15 ga to'lasiz. Qaysi maktabda o'qiysiz Zangiotada? 34 da o'qiysiz. Masalan, sizlarga bizada GAIlar borib, yo'l harakati xavfsizlik xizmati borib, mashina boshqarmanglar deb aytgan maktabinglarda yo'l harakati qoidalarini o'rgatishgan. Nega amal qilmadingiz bunga? O'zi mashina kimniki? Odamlarniki. Adizlarniki. Adiz borib kelurlar deb chiqarib yubordilarmi? Borib keldi, o'zlari jo'natmadilar, so'rab chiqdingiz. Hurmatli ota-onalar, ko'rib turganingizdek 14 yoshli bola avtomobil yo'lida transport vositasini boshqaribdi. Bu naqadar ayanchli. Sababi ayni farzandlarimizga o'zimiz, ya'ni e'tiborsizlik qilib, ularning taqdiriga befarq bo'lsak, falokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli ham xulosa chiqarishlaringizni so'rab qolgan bo'lar edik va ushbu transport vositasining haydovchisini ota-onasiga tegishli tartibda choralar ko'riladi.